Antaliyada ko'rgan mehmonxonalarim ichida menga eng yoqqani aynan shu Fashion TV mehmonxonasi bo'ldi. Bu mehmonxona bugun 1-may kuni ochildi. Qoyilmisizlar, bizni birinchilardan bo'lib ochilishidan oldin bu mehmonxonaga borib, ko'rib, maza qilib dam olib keldik. Agar sizlar ham aynan shu mehmonxonada dam olmoqchi bo'lsanglar, Jardin Tour orqali 3 kun ichida katta chegirma bilan bron qilsanglar bo'ladi. Bu mehmonxona Kemerda joylashgan, havosi juda ham zo'r. Mehmonxonaga kirishimiz bilan shu opa mehmonxona haqida to'liq ma'lumot berdilar. Ma'lumot berganlaridan keyin bir chekkadan har bitta burchagini aylanib ko'rib chiqdik. Mehmonxona juda ham katta, juda ham chiroyli. Tasavvur qilinglar, ertalab sizlarni Kemerni top-toza shabodasi uyg'otyapti. Oyog'ingizga yumshoqqina tapchkani kiyib, balkonga chiqdinglar. Balkonda bo'lsa sizlarni shunaqa vid kutib oladi. Mehmonxonaning dizayniga gap bo'lishi mumkin emas. Yasanib, bo'yanib, kiyinib, zavtraqqa restoranga tushasizlar. Zavtraqlariga bo'lsa gap bo'lishi mumkin emas. Restoranga tushganingizda xohlagan taomlarni xohlaganingizcha yesanglar bo'ladi. Bularning mazasiga ham gap bo'lishi mumkin emas. Xullas, qisqa qilib aytganda 100 marta eshitgandan 1 marta kelib dam olgan yaxshi. Bu joylarni kelib o'z ko'zingizlar bilan ko'rmasanglar bo'lmaydi. Agar sizlar shunaqa zo'r mehmonxonalarni hamyonbop narxda olmoqchi bo'lsanglar, albatta Jardin Tourga murojaat qilishinglar kerak.